Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Farg'ona viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalar yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Farg'ona tog'lar bag'ridagi Sharq marvarida betakror manzarasi, ochiq ko'ngil va mehnatsevar xalqi, shiddat bilan rivojlanib borayotgan iqtisodiyoti bilan mamlakatning eng oldi hududlaridan biri. Bu manzilda tuproqni oltinga aylantira oladigan usta hunarmandlar u har qarich yerdan karrasiga ko'proq daromad olishning hadisini olgan dehqonlar, ishbilarmon tadbirkorlar umrguzaronlik qilib kelmoqda. Ilgari Farg'ona deganda Marg'ilonning adrasi-yu Quvaning anorlari, Oltiariq uzumlari ko'z oldimizga kelgan bo'lsa, bugun vodiyning bu viloyati mutlaqo yangicha manzara kasb etmoqda. Sir emas, bundan 10 yillar avval Farg'onadagi holat ko'ngildagidek emasdi. Ilgari viloyatning har sohada katta salohiyati bo'lsa-da, ammo ulardan to'liq foydalanilmagan. Sanoatdagi 1-2 yirik korxona, masalan, Qo'qon Superfosfat zavodi, Quvasoy sement, neftni qayta ishlash zavodlarini aytmaganda, boshqa yirik quvvat mavjud emas edi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi va e'tibori bilan infratuzilma, sanoat, ta'lim, tibbiyot, turizm, hunarmandchilik, qishloq xo'jaligi, qurilish materiallari va boshqa ko'plab tarmoq va sohalarda katta o'zgarishlar amalga oshirildi. Rivojlanish sur'atini raqamlar ham ko'rsatib turibdi. 2025-yilda yalpi hududiy mahsulot 111,3 trillion so'mni tashkil etdi. Joriy yil yakunigacha bu ko'rsatkichni 122,3 trillion so'mga yetkazish maqsad qilingan. Albatta, bunda sanoat va investitsiyaviy islohotlarning alohida o'rni bor. Aniq misollarga o'tamiz. 2024-yil mart oyida vodiyning havo darvozasi, Qo'qon aeroport ham yangidan ochildi. Sobiq Qo'qon Superfosfat zavodi o'rnida xalqaro hamkorlik va ochiq investitsiya siyosati natijasida bugun Indarama Kokand Fertilizer and Chemicals korxonasi tashkil etildi. 70 million dollar xorijiy investitsiya jalb etilib, ishlab chiqarish texnologiyalari modernizatsiya qilindi. Yuzlab yuqori daromadli ish o'rinlari yaratildi. Sanoat zonalari hududi kengaytirildi. Hamkorlikning yangi ufqlari ochildi. Bugungi kunda yangi yo'nalish yashil energetika sohasida ham Farg'onada bir necha yirik quvvatlar qurilishiga start berildi. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligi, yengil sanoat, turizm, ta'lim, tibbiyot kabi yo'nalishlarda yangi loyihalar ishga tushirilmoqda. Natijada sanoat hajmi 2025-yilda 59,4 trillion so'm bo'lgan bo'lsa, 2026-yilning yakunigacha 67,2 trillion so'mga yetkazish rejalashtirilmoqda. Mamlakat yetakchisining doimiy e'tibori, tashriflar, taqdimot va videoselektor yig'ilishlarida berilgan topshiriqlar, yo'lga qo'yilgan tizimli islohotlar qisqa fursatda o'z samarasini berdi. Marralar katta, maqsadlar yuqori. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, inson qadrini ulug'lash, odamlarning turmushidan rozi bo'lib yashashi uchun barcha zarur shart-sharoitlarni yaratish mas'ullar oldida turgan eng katta vazifadir. Bu yilgi rejalar viloyatning ijtimoiy-iqtisodiy hayotida katta o'zgarishlar yasashi kutilmoqda. Hamkasblarimiz taqdimot avvalida Farg'ona viloyati bo'yicha amalga oshirilishi ko'zda tutilgan ishlar borasida mas'ullarga yuzlandi. Assalomu alaykum. O'tir Erkinovich. Bugun demak Farg'ona viloyatini rivojlantirish masalasi kun tartibida. Farg'onada bugun kambag'allikni qisqartirish borasida, umuman aholini band qilish borasida nima vazifalarimiz turibdi oldinda, nimalarni hal qilishimiz kerak? Bugun Farg'ona viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish farmonini hurmatli prezidentimizga taqdimot qilishga yig'ilganmiz. Butun hamma tumanlar, aksariyat mahalla katta guruh tomonidan o'rganilgan holda bir yaxshi dastur ishlab chiqildi. Menimcha dasturga asosan qariyb 100 mingga yaqin aholini yuqori daromadli doimiy ish o'rinlariga joylashtirish reja qilinayotgan bo'lsa, 420 mingdan oshiq aholini daromadini oshirish reja qilingan. Bundan tashqari dasturga asosan qariyb 75 ming bugungi kunda norasmiy ishlayotganlarni ularga qo'shimcha imkoniyat bergan holda soyadan chiqarish faoliyatini nazarda tutilgan. Endi katta qism narsamiz bu 400 mingdan oshiq odamning daromadini qanday qilib oshiramiz degan savolni albatta oldimizga qo'yib, bu to'g'risida ko'p bosh qotirdik. Yangi tayinlangan dasturga asosan 2,5 ming gektar mavjud aholining eski bog'larini intensiv zamonaviy sertifikatlashgan ko'chatlar bilan ta'minlagan holda bog'larni yangilash va hamda yana 1,5 ming gektar sanoatlashgan intensiv zamonaviy bog'lar nazarda tutilgan dasturga asosan. 180 ta Farg'ona viloyatida hech nimaga bugungi kunda ixtisoslashmagan mahallalarni o'sish nuqtalarini topgan holda ixtisoslashtirish nazarda tutilgan. 205 ta shundoq ham o'rta ixtisoslashgan mahallalarni
qo'shimcha ixtisoslashtirish nazarda tutilgan. 128 ta xizmat ko'rsatish salohiyati yuqori bo'lgan mahallada xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish ham nazarda tutilgan. 47 ta turizm salohiyati yuqori mahallaga turtki berib, turistik infratuzilmani rivojlantirish orqali u yerda ham aholiga qo'shimcha daromad olish nazarda tutilgan. 57 ta mahallamizda ishlab chiqarishga katta e'tibor beryapmiz. Bu yerda aholining ko'nikmalari ham bor, umuman ishlab chiqarish tashkil qilish salohiyati ham yuqori mahallada ishlab chiqarish kuchaytirishga albatta e'tibor beramiz. Va 115 ta mahallada yo'l bo'yi xizmat ko'rsatish nuqtalarini rivojlantirish orqali ham aholiga daromadini oshirishga imkon beriladi. Umuman dasturga asosan viloyatda kambag'allik darajasini 2,7% va ishsizlik darajasini 3% ga tushirish reja qilingan. Katta rahmat sizga. Ilhom aka, sizning ham ozroq vaqtingizni olaman. Farg'onada kun tartibida eng birlamchi masala hal qilinishi kerak bo'lgan masala nima o'zi? Farg'ona viloyatining o'ziga xos yana bitta tomoni shundan iboratki, bu kichik va o'rta biznesni rivojlantirishda chempion hududlarimizdan birida, ya'ni bir katta ishlab chiqarishlarga emas, viloyat iqtisodiyoti ko'proq kichik va o'rta biznesni rivojlantirishga tayanadi. 4 ta Yangi O'zbekiston qiyofasidagi tuman va 3 ta Og'ir tumanni tanlab olib, demak bu yerda biz kompleks yondashuv qilyapmiz. Bu hududlarni demak o'sha aholi yashashi uchun va tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun qulay hududga aylantirish bo'yicha Yangi O'zbekiston qiyofasidagi tumanlarga demak budjetdan 100 milliard so'mdan ajratilgan, og'ir tumanlarimiz bularga 60 milliard so'mdan ajratilgan. Shu bilan birga mana shu Farg'ona viloyatida 110 ta mahallamiz, og'ir qiyofasidagi mahallalarga ham 3 milliard so'mdan pul ajratilyapti. Ya'ni bular hammasi o'sha infratuzilma imkoniyatlarini qilib berish uchun. Farg'ona vodiysiga juda katta xalqaro kompaniyani olib kelyapmiz. Bu kompaniya Farg'ona vodiysini, shu jumladan Farg'ona viloyatining hududiy strategiyasini ishlab chiqiladi. Shu bilan birga 7 ta tumanning strategik master rejalari ishlab chiqiladi. Bundan tashqari biz Qo'qon shahrini turistik hududga aylantirish bo'yicha Turkiyaning Policy Analytics Lab kompaniyasini jalb qilyapmiz va shu kompaniyani grant orqali biz Quvasoyga jalb qilyapmiz. Umuman Farg'ona viloyatida kambag'allik va ishsizlikdan xoli hudud, ya'ni ularni o'sha eng minimal darajagacha tushirish bo'yicha takliflarimizni ham tayyorlaganmiz. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bugun Farg'ona viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalar yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Yig'ilish avvalida so'nggi yillarda Farg'ona viloyatida amalga oshirilgan tizimli islohotlarning natijalari tahlil qilindi. Yer va qazilma boyliklari cheklangan bo'lishiga qaramasdan hududda iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, sanoat, qishloq xo'jaligi, xizmatlar va axborot texnologiyalari sohasida barqaror o'sish ta'minlandi. Jumladan aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot hajmi 2017-yilda 7 million so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilga kelib 26,6 million so'mga yetdi yoki 3,8 barobar o'sdi. Bu iqtisodiy faollik va aholi daromadlari sezilarli oshganini ko'rsatadi. Bandlik va ijtimoiy ko'rsatkichlar bo'yicha ham ijobiy sur'at qayd etildi. O'tgan yilda 519 ming nafar aholining bandligi ta'minlanib, ularning daromadlari oshirildi va 53 ming oila kambag'allik reyestridan chiqarildi. Endilikda 2026-yil yakuniga qadar ishsizlikni 3% ga, kambag'allikni esa 2,7% ga kamaytirish ko'zda tutilmoqda. Investitsiya va tashqi savdo sohasida ham sezilarli o'sishga erishildi. Viloyatda 26 ta yirik, 357 ta o'rta va kichik investitsiya loyihalari ishga tushirilib, salkam 3 milliard dollar xorijiy investitsiya o'zlashtirildi. Eksport hajmi izchil oshdi. Eksportchi korxonalarning soni ko'paydi. Qishloq xo'jaligida o'tgan yili 94,3 ming gektar maydonda 816,7 ming tonna g'alla yetishtirilib, o'rtacha hosildorlik 86,6 sentnerni tashkil etdi. Paxtachilikda 72 ming gektarda 324 ming tonna hosil olindi. Meva-sabzavot eksporti 403 million dollarga yetdi. Tomorqachilik va ixcham issiqxonalar orqali minglab xonadonlar barqaror qo'shimcha daromad manbaiga ega bo'ldi. Yig'ilishda Farg'ona viloyatini rivojlantirishning ustuvor vazifalari belgilab olindi. Qayd etilganidek, viloyatda investitsiya va eksport hajmlarini oshirish, ishsizlik va kambag'allikni qisqartirish masalalariga tizimli hamda manzilli yondashish talab etiladi. Shu maqsadda Farg'ona viloyati uchun umumiy qiymati 8,2 milliard dollar bo'lgan yangi yirik loyihalar paketi shakllantirilgan. Joriy yilning o'zida umumiy qiymati 4,2 milliard dollar bo'lgan loyihalarni ishga tushirish rejalashtirilgan. Ushbu loyihalarning 2,7 milliard dollari sanoat, 210 million dollari qishloq xo'jaligi, 1,2 milliard dollari servis va turizm sohalariga to'g'ri keladi. Shu bilan birga o'tgan yillarda sanoat maqsadlari
markazlari uchun ajratilgan 2115 gektar yer maydonining 40% haligacha auksionga chiqarilmagani qayd etildi. Qo'shimcha yer ajratishdan oldin mavjud bo'lgan yer infratuzilmasini yaxshilash va ularni tadbirkorlarga taklif etish orqali investitsiya loyihalarini joylashtirish samaradorligini oshirish zarurligi ta'kidlandi. Bandlik va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha aniq maqsadli ko'rsatkichlar belgilandi. Joriy yilda jami 595 ming nafar, shundan 98 ming doimiy ish o'rni yaratish, 423 ming aholini daromadli qilish hamda 74 ming ish o'rnini soyadan chiqarish rejalashtirilgan. Buvayda, Uchko'prik, Quva, O'zbekiston, Yozyovon tumanlari hamda Marg'ilon, Farg'ona, Qo'qon va Quvasoy shaharlarini ishsizlik va kambag'allikdan xoli hududlarga aylantirish vazifasi qo'yildi. Shu maqsadda 7 ta tuman va 132 ta og'ir mahallada infratuzilmani yaxshilash orqali ishsizlik va kambag'allikni 2 karra qisqartirish uchun 800 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratiladi. Shuningdek, banklar tomonidan mahalla loyihasi dasturi doirasida 1.4 trillion so'mlik kredit resurslari yo'naltiriladi. Qishloq xo'jaligida meva-sabzavot mahsulotlari xom holda emas, yuqori qo'shilgan qiymatga ega tayyor mahsulot sifatida sotish orqali eksport hajmini 510 million dollarga yetkazish vazifasi belgilandi. Shu bois Farg'ona va Quvasoy shaharlarida xitoylik investorlar ishtirokida umumiy qiymati 175 million dollar bo'lgan agrologistika markazlari barpo etiladi. O'zbekiston, Beshariq va Oltiariq tumanlarida chorvachilik, sutni qayta ishlash va naslli jo'ja yetishtirish yo'nalishlarida umumiy qiymati 21 million dollar bo'lgan 4 ta loyihani ishga tushirish rejalashtirilgan. Taqdimot davomida ijtimoiy infratuzilmani aholining o'sishiga mos ravishda rivojlantirish zarurligi ta'kidlandi. Joriy yilda 33 ta maktab qurilishi va rekonstruksiyasi uchun 343 milliard so'm ajratilmoqda. Hudud rahbarlariga qo'shimcha imkoniyatlarni ishga solish va xususiy sektorni jalb qilish orqali infratuzilmani yaxshilash vazifasi qo'yildi. Turizm salohiyatini kengaytirish maqsadida So'x tumanida Ugam va Miraki tajribasi asosida turizm majmualari tashkil etiladi. Farg'ona tumanida yirik turistik rekreatsion zona barpo qilinadi. Qo'qon shahrida yangi turizm maskanlari barpo etilib, madaniy meros obyektlari bo'ylab sayohat marshrutlari yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, Qo'qon shahrida 17 ta davlat idorasini yangi O'zbekiston massiviga ko'chirish orqali aholiga barcha davlat xizmatlarini bir joyda ko'rsatadigan qulay va samarali tizimni shakllantirish vazifasi belgilandi. Axborot texnologiyalari sohasida Farg'ona viloyati iqtisodiyotining muhim drayveri sifatida IT yo'nalishini jadal rivojlantirish rejalashtirilgan. Hozirda viloyatda 139 ta IT park rezidenti faoliyat yuritmoqda. Joriy yilda axborot texnologiyalari xizmatlarining hajmini 3,5 trillion so'mga, eksportni esa 30 million dollarga yetkazish maqsad qilingan. Farg'ona shahrida yangi IT park va majmuasi, Marg'ilon shahrida xalqaro IT oliygohi, shuningdek, Farg'ona shahrida Muhammad al-Xorazmiy vorislari loyihasini ishga tushirish rejalashtirilgan. Davlatimiz rahbari yig'ilish yakunida har bir loyihani aholi bandligi va turmush darajasini oshirish bilan uzviy bog'lab amalga oshirish, belgilangan vazifa ijrosi uchun mutasaddilarning shaxsiy javobgarligini kuchaytirish bo'yicha aniq topshiriqlar berdi. Hurmatli Prezidentimiz rahbarligida 2026-yilda Farg'ona viloyatida iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirish hamda aholini turmush darajasini yaxshilash chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori taqdimotini o'tkazdik. Joriy yilda investitsiya hajmimizni 4,5 milliard dollarga yetkazish bo'yicha o'zimizga marra oldik. Eksportimizni 2 milliard dollarga yetkazish bo'yicha chora-tadbirlarimizni belgilab oldik. Biz bu yo'nalishda 2025-yilga nisbatan qariyb barcha yo'nalishdagi ko'rsatkichlarimizni 2 baravarga oshirib ijro qilish bo'yicha o'zimizga marra oldik. Investitsiyalar hajmini 4,5 milliard dollarga yetkazmoqchimiz. Viloyatimizning eksport salohiyatini ham 2 milliard dollarga yetkazishni o'zimizga reja qildik. Eksportni 2 milliardga yetkazish uchun biz bu yil bir qator yo'nalishlarni belgilab oldik. Xususan Prezidentimiz qarorlari bilan tashkil qilingan bugun agrostarlar o'zini juda ham ijobiy natijasini beryapti. Quva tumanida, Oltiariq tumanida tashkil qilgan agrostar korxonalarimiz bugun dunyoning Yaponiya, Koreya, Malayziya kabi davlatlarga eksportini boshladi. Amerikaga mana yangi eksport yo'llari ochilyapti. Yuqori qiymatdagi bozorlarda O'zbekiston tovarlarini ko'proq olib kirish, eksportni yo'l qo'yish bo'yicha qattiq ishlaymiz. Xususan bu Yevropa bozorlari, bu Yaponiya, Koreya, bu Malayziya kabi yirik yuqori qiymatga ega bo'lgan bozorlarga o'zimizning mahsulotlarni olib kirish bo'yicha ishlarni boshlab yubordik. Bu yil ko'proq loyihalarni amalga oshirib, buning natijasida bugun viloyatimizdagi mavjud 370 ming tonna xolodilnik quvvatlarni 400 ming, 450 ming tonnaga yetkazish uchun o'zimizga reja maqsadlarni qilib oldik. Joriy yilda umumiy hisobda 595 ming ish o'rni yaratishni belgilab olganmiz. Har bir hududda mana shu ITni rivojlantirish, tillarni o'rgatish, kasblarni o'rgatish ham mana shu umumiy ish o'rnlarini yaratishimizdagi bir bo'linma sifatida bu qarorimizga
kiritdik. 4 ta shahrimiz va 5 ta tumanimizni joriy yil yakuniga qadar kambag'allikdan xoli, ishsizlikdan xoli hududga aylantirish o'zimizga maqsad qilib olganmiz. Umumiy olganda bugun biz ishsizlik darajasini 3% ga tushirish, kambag'allik darajasini 2.7% ga tushirishni demak bu yilgi asosiy bosh maqsadimiz qilib belgilab oldik. Joriy yilda 11 mingdan ortiq yangi uylar quramiz, yangi yo'llar, transport infrastrukturasi, elektr ta'minoti, kanalizatsiya, suv masalalari bo'yicha amalga oshiradigan vazifalarimiz har bir hudud kesimida aniq qilib belgilab oldik. Umuman olganda hurmatli prezidentimiz bizni Farg'ona viloyatini rivojlantirish uchun juda ham katta bo'lgan bugun mana shu qaror imzolab berdilar va bu qarorni imzolab berish bilan birgalikda hamma ijro organlariga, hokimlarga va boshqa ijro organlariga mas'uliyat, talab, tartib, intizom bilan bu demak qaror ijrosini ta'minlash va yil yakunida mana shu xalqimizga ijrosi bo'yicha, hisobot bo'yicha bizga ko'rsatmalar berdilar. Hurmatli prezidentimizga Farg'ona viloyatini 26-yilda rivojlantirish bo'yicha dasturi taqdimoti qilindi. Bu borada hurmatli prezidentimiz aniq vazifalar belgilab berdilar. Avvalambor viloyatda ishsizlik darajasini 3% ga, kambag'allik darajasini 2.7% ga tushirish, eksportni 1.6 milliard dollargacha yetkazish va umuman olganda viloyatdagi 4 ta yangi O'zbekiston qiyofasidagi tumanlarni rivojlantirish, 3 ta og'ir toifadagi tumanlar bo'yicha alohida dasturlarni shakllantirib, 125 ta og'ir mahalla bo'yicha infratuzilma masalasini yechish bo'yicha axborot berildi hurmatli prezidentimizga. Alohida ta'kidladilarki, Farg'ona viloyatida IT sektor iqtisodiyotni drayveriga aylanish kerak va bu borada quyidagi takliflarni ma'qulladilar. Avvalambor, Marg'ilon shahrida Inha universitetini filialini tashkil etish. Undan tashqari barcha tumanlarda IT markazlarini tashkil qilish va yoshlarimizni IT sohada o'qitish bo'yicha bu borada Toshloq va Quva tumanlarida ishlar boshlangan va tizimli ravishda boshqa viloyatda tuman va shaharlarda davom ettiriladi. Bundan tashqari qishloq xo'jaligi, turizm, sanoatni rivojlantirish bo'yicha viloyatdagi imkoniyatlar, aniq loyihalar ham taqdim etildi va barcha takliflar prezident tomonidan ma'qullandi. Farg'ona viloyatini yerdan samarali foydalanishga alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Bunda qishloq xo'jaligida juda ko'p imkoniyatlar bor, xususan mana issiqxonalarda masalan yetishtirishni bir qavat emas, bir nechta qavat yetishtirish xorijda tajribalar bor va bu tajribani albatta biz Farg'ona viloyatida ham joriy etamiz. Bundan tashqari eksport bob yangi navlarni yetishtirish, ularni eksportga yo'naltirish bo'yicha ko'rsatmalar ham berdilar. Yil yakuniga qadar kambag'allikni 2.7% ga va ishsizlikni 3% ga qadar tushirish topshirig'i berildi. Kambag'allik yuqori bo'lgan 110 ta mahallaga alohida mablag' ajratib berishdiki, shu yerda aholini sug'orish suvi bilan ta'minlash, infratuzilmasini yaxshilash, elektr energiya boshqalar ta'minotini qilish orqali ularni tadbirkorligini rivojlantirish, xon-tom orqasidan to'g'ri foydalanish orqali daromadini ko'paytirish bilan shu kambag'allikni qisqartirish va bandligini ta'minlash asosiy vazifa qilib qo'yildi. Har bir mahallaga 300 kilovatdan quyosh panellari 25-30 sotik joyga o'rnatib beriladi va bu quyosh panellaridan o'sha tushgan mablag'lar kambag'al oilalarda o'sha farovonligini oshirishga, ularni ish bilan ta'minlashga yo'naltiriladi. Qarorda juda katta bir vazifa yuklatilganligi bu bizda 4 ta shahar va 5 ta tumanimizni, ya'ni 9 ta hududni kambag'allik va ishsizlikdan xoli hududga aylantirish. Bu to'rala shahardan tashqari bizda o'sha og'ir tumanlarga tushgan Furqat tumani, Bog'dod tumani va So'x tumani bor va Uchko'prik, Boyda tumanlarini ham xoli qilish kambag'allik va ishsizlikdan bo'yicha topshiriq bo'ldi. Buni ham tagida juda katta mablag'lari va imkoniyatlari, resurslarni ajratib berishgan. Bog'dod, So'x va Furqat tumaniga 50 milliard so'mdan respublika byudjetidan, 10 milliard so'mdan mahalliy byudjetlardan mablag' ajratish, bundan tashqari boshqa dasturlar orqali ham o'sha turli imkoniyatlarni yaratib berish nazarda tutilgan. Rejamiz hozir 98 mingta doimiy ish o'rni yaratish, 423 mingta aholining daromadini oshirish va 74 mingta aholini soyadan chiqarish topshirig'i berilgan. 423 mingta aholi daromadini oshirishning eng asosiy yo'llaridan va manbalaridan biri bu mahallalarni ixtisoslashuvini chuqurlashtirish hisoblanadi. Hurmatli prezidentimiz topshiriqlardan kelib chiqib, aniq rejalarni o'zimizga oldik. Yil davomida to'liq ijrosini ta'minlab, shu yil yakuniga kambag'allikni 2.7% ga va ishsizlikni 3% ga tushirishga
bor kuchimizni sarflaymiz. Muhtaram prezidentimiz sizga bir yangi marralarni belgilab berdilar. Xalqaro tajribada bu rivojlangan davlatlar, Xitoy tajribasi deymiz, Turkiya tajribasida ko'p qo'llaniladigan maxsus sanoat zonalarini yaratish, ularni kengaytirish bo'yicha ruxsat berdilar. Bu ruxsat albatta viloyatimizda qo'shimcha 1077 gektar yer hududida maxsus sanoat zonalarini yaratish, kichik sanoat zonalarini yaratish bo'yicha yangi bir imkoniyatlarni ochib berdi. Farg'onada ishlab chiqariladigan mahsulotlarni xalqaro bozorlarga, xalqaro standartlarga mos tushadigan darajada ishlab chiqarish bo'yicha ham o'zimizga rejalar berilgan. Albatta, muhtaram prezidentimiz bugun bizga investitsiya bilan bir qatorda bizni kompleksga tegishli bo'lgan eksport hajmlarini, eksport geografiyasini kengaytirish bo'yicha ham aniq ko'rsatmalar belgilab berdilar. 2026-yilda 4,5 milliard AQSh dollari hisobidagi investitsiyalar jalb etish va 2 milliard AQSh dollari hisobidagi ishlab chiqarilgan mahsulotlarni eksportini amalga oshirish bo'yicha rejalarni biz o'zimizga oldik. Albatta bizda buni bajarish uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Eksport yo'nalishida mana bugun biz Surxondaryo viloyatining Termiz shahrida turibmiz. Bu yerga biz 30 ga yaqin farg'onalik ishlab chiqaruvchilar, bu o'sha tekstil yo'nalishida, oziq-ovqat sanoati yo'nalishida, bu boringki o'sha oddiy kalishdan tortib kiyim, kechak, un va boshqa mahsulotlarni ishlab chiqaruvchilar bilan birga keldik. Bu yerda bizni bugun va erta afg'onistonlik hamkorlarimiz Termiz erkin savdo zonasiga tashrif buyurishadi va biz u yerda yangi hamkorlar bilan, yangi mahsulotlarni bizdan oluvchilar bilan muzokaralar o'tkazamiz va bu orqali albatta biz o'sha muhtaram prezidentimiz belgilangan eksport geografiyamizni va hajmlarimizni oshirish bo'yicha qo'ygan topshiriqlarni bajarishda o'ziga xos bir qadamlardan biri bo'ladi. Qo'qon shahrida ham juda katta topshiriqlar berildi. Birinchi masala bu turizmni kengaytirish, turizm xizmat ko'rsatish orqali aholi daromadini 2-3 baravarga oshirtirish. Bu albatta eski shahar master reja orqali tiklatib xizmat ko'rsatishga topshirish. Bu Qo'qondagi bugungi kunda tarixiy madaniy meroslarimiz 65 ta, gastronomik turizmini, ziyorat turizmini tashkil qilish orqali aholi daromadini oshirtirish masalasini qo'ydilar. Yangi O'zbekiston mahalla massivlarini yaratish, ya'ni jismonan ma'nan eskirgan 2 qavatli uylar o'rniga 7-9 qavatlik mana shu aholi uchun zamonaviy, yorug', keng uylarda qurib berish masalasini qo'ygandilar. Yangi O'zbekiston massivini qurish uchun 34-12 gektarga topshiriqlari asosida ishlar boshlangan edi. Mana bugun 84 ta ko'p qavatli uylarimizni 6790 ta xonadonida 54 tasi, ya'ni 4630 tasi bugun mana foydalanishga topshirilmoqda. Kecha-yu kunduz o'zimizni ish uslubimizni o'zgartirgan holda aholini, rahbarlarni ham ishga munosabatini o'zgartirish, hayotga munosabatini o'zgartirishni shakllantirishimiz kerak. Quva tumani Yangi O'zbekiston qiyofasida tumanga tushganligimiz. Qolaversa prezidentimiz tomonidan bizga 2025-yili 132-qaror bilan 70 milliard pul berganligi, tadbirkorlarga imkoniyatlar yaratish bo'yicha qulayliklar berilganligi bizga qo'l keldi. Biz Qaqir mahallasini qiyofasini o'zgartirish bo'yicha ish olib borgan bo'lsak, davlatimiz tomonidan byudjetdan 5,5 milliard pul berilgan bo'lsa, biz tadbirkorlar bilan mahallani islohotlar markazini shtab qilib, mahallani tubdan o'zgartirdik. O'tdagi tadbirkorlar o'zining mablag'laridan hamda bank kredit mablag'laridan foydalanib 5,5 milliardni biz 100 milliarddan ortiq qilib o'sha yerga sarfladik. Ya'ni mahallani suvini qilib berdik, 5,5 milliardga elektrini qilib berdik. Va kanalizatsiya, kichkina sig'imli kanalizatsiyani tashkil qilib berganimizga tadbirkorlarimiz 4 ta ko'p qavatli uy bitkazdi. Bitta mahalla markazi, to'yxonalar, 30 yildan beri bo'sh turgan klubni investorga berib 200 o'ringa ish o'rini yaratib, mahallamiz to'liq kambag'allikdan va ishsizlikdan xoli hududga aylandi. 2026-yil shunaqa mahallalarning 7 tasini belgilab oldik. Har bitta mahallaga tadbirkorlar bilan, o'sha yerdagi aholi bilan, o'sha yerdagi muammolarni birgalikda gaplashib kelishib oldik. Sanoatni rivojlantirish bo'yicha karra-karraga oshirish. Biz shu ishlarda oxiriga yetkazadigan bo'lsak, 3000 dan ortiq ish o'rinlari paydo bo'ladi. Toshloq tumanini iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirishning birinchi bosqichini albatta investitsiya deb baholaymiz. Yil eng kami 254 million dollargacha o'zlashtirishni, bu yo'nalishni bir nechta katta yirik investitsion loyihalarni amalga oshirish hisobiga biz o'zlashtiramiz. Bular Farg'ona metallurgiya zavodini ishga tushirish hisobiga qariyb
120 million dollarlik katta yirik loyiha, elektromobillarni hadovoy qismi va akkumulyatorlarini ishlab chiqarish bo'yicha yangi loyiha, neftni qayta ishlash, yoqilg'i moylar mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha investitsion loyihalarni o'zida 21 ta yangi loyiha hisobiga qariyb mana shu 354 million AQSh dollari o'zlashtiriladi. Sanoat Toshloq tumanida 2025-yilda 2 trillion 200 milliard so'm bo'lgan bo'lsa, 2026-yilda 3 trillion so'mga yetkazib, salkam 800 milliard so'mga sanoatni o'sishga erishishni o'zimizni oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Bizni Toshloq tumanimizdan ham ikkita mahallani yangi O'zbekiston qiyofasi qilib belgilangan. Bunga respublika byudjetidan qariyb 5 milliard so'mdan pul ajratiladi. Undan tashqari biz o'zimiz mahalliy hokimiyat tomonidan yana bitta mahallani qo'shib olib, 3 ta mahalla qilib belgilab olganmiz. Zarkin mahalla fuqarolar yig'ini misolida gapiradigan bo'lsak, 5 milliard so'm pulni u yerdagi tadbirkorlarga mana shu infratuzilmasini, sharoiti, imkoniyatini yaratib berishga to'g'ri yo'naltirishimiz hisobiga hozirgi kunlarda qariyb 186 milliard so'm tadbirkorlar tomonidan yana mablag'larni o'zlashtirish imkoniyati paydo bo'lyapti. Ishontirib va'da berib aytamanki, albatta 2026-yilda Toshloq tumanida ishsizlikdan xoli va kambag'allikdan xoli hududga aylantiramiz. Barcha sohalarda bir necha karra o'sishni o'zimizni oldimizga sinovli vazifa deb qabul qildik. Farg'ona viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturini taqdimotida ishtirok etib, tuman ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlarini to'liq mukammal bo'lishini ta'minlash bo'yicha topshiriqlarni oldik. O'tgan yilda tumanimiz bo'yicha 198 million dollar eksport amalga oshirilgan bo'lsa, bu yilga rejamizni belgilab, har bir tadbirkor, eksportyor kesimida o'rganib chiqib, 225 million dollarga yetkazish. Bundan tashqari faqat meva-sabzavot emas, sanoat sohasida ham eksportni rivojlantirish. Bu yilda endi 20 million dollarga chiqarish, eksport o'z-o'zidan eksportimiz tumanga mablag' kirib kelishi bilan birgalikda yangi ish o'rinlarini yaratishga ham sabab bo'lyapti. Bundan tashqari mahallaviy ishlash bo'yicha har bir mahallaga driver sohalarni belgilab, aynan bizda meva-sabzavot va oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha ixtisoslashgan mahallalarimiz bo'lib, har bir mahallada o'sha yoshlarni, ishsiz fuqarolarni aniqlab, hokim yordamchilari orqali banklar bilan har biriga kredit ajratish va issiqxonalar tashkil qilib, shu issiqxonalarda mahsulotlar yetishtirish bilan hozirda mana Zilol mahallamizda namunaviy tarzda tashkil etib va qolgan mahallada ham keng joriy qilyapti. Bundan tashqari xonadonlarda mavjud issiqxonalarda o'sha ko'chatchilikni rivojlantirish bo'yicha mana Sharq mahallamiz namuna sifatida boshqa mahallalarga ham xuddi shu tizimda ish o'rgatib kelinyapti. Viloyatimiz taqdimotidan o'zimga shunday xulosa qildimki, sohalar bo'yicha, hatto o'sha yangi kirib kelayotgan yangi ish o'rinlari yaratuvchi IT sohasi, raqamli texnologiyalar sohasi bo'yicha ham tumanda ishlarni jadallashtirish, bu bo'yicha yangi o'quv markazlarini tashkil etib, yoshlarni bu kasbga ham o'rgatish bo'yicha o'zimga xulosa qilib oldim.